O'zbekiston Respublikasi Prezidentining arxiv ishi sohasini raqamlashtirish va sohada boshqaruv samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, 2026-yil 1-maydan arxiv xizmatlarini ko'rsatishda quyidagi hujjatlarni talab qilish bekor qilinadi. Jumladan, talabgorlarni arxiv hujjatlarini tartibga keltirishga kompetentligi yuzasidan attestatsiyadan o'tkazishda tegishli arxiv muassasasi yoki tashkilot rahbarining tavsiya xati, mavzuli so'rovlar to'g'risida ma'lumotnoma berishda so'ralayotgan hujjatning nusxasi. 2026-yil 1-martdan quyidagi arxiv xizmatlarini ko'rsatish muddatlari qisqartiriladi. Arxiv hujjatlari yoki ularning ko'chirma nusxalarini O'zbekistondan tashqariga vaqtincha olib chiqish uchun ruxsatnoma berish muddati 15 ish kunidan 5 ish kunigacha. Yaroqsiz holatga kelgan yoki yo'qotilgan mehnat daftarchasidagi yozuvlarni tasdiqlash muddati 20 ish kunidan 10 ish kunigacha. Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasasida o'qiganlikni tasdiqlash haqidagi arxiv ma'lumotnomasini berish muddati 5 ish kunidan 2 ish kunigacha. Arxiv hujjatlari, kitoblar va qo'lyozmalarni raqamlashtirish, elektron nusxa olish muddati 3 ish kunidan 1 ish kunigacha.